Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan: Qiyomat kuni jahannam ahlidagi azob jihatda eng yenik bo'lgan kishining ikki putining ostiga ikki cho'g' qo'yiladi va buning ta'siridan uning ming'lari qaynaydi. Xuddi qozonning qaynishiga o'xshash. Ey nafsim, azobning eng yeniki bu bo'lsa, eng qattiqi ajiba qandoqdir? Sen bu yenik azobga bardoshlik bera olamsan? Sen tehi bu azobga bardoshlik berolmay turib, gunohga bo'lgan hirismanliking va jasorating nadin keladi? To'yga qushiga o'xshash beshingni g'aflat qumig'i ko'mib olib, haqiqatga ko'zingni yumib olamsan. Gumon qilsanki, o'ylamasang beshingga kelmaydi. Hargiz undaq emas. Bu azoblardan qutulishning yo'li o'ylanmaslik emas, tövbe qilishdir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan: O kuni jahannam 70 ming arqon bilan keltiriladi. Har bir arqonni 70 ming farishta so'raydi. Abu Hurayra radiyallohu anhu naql qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlar qalavatgan mushu o't jahannam o'tining 70 hassidan biridir. Buning bilan sahobalar: "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, mushu o'tmi albatta yetadi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Do'zaxning o'ti bu o'tdan 69 hassa ortiq qilindi. Har bir hassining harorati mushu o'tning harorati bilan o'xshashdir" dedi. Ey nafsim, sen tehi bu dunyoning o'tiga bardoshlik berolmaysan. Qo'ling ozroqli ko'ysa, kunlarcha og'riq tortib ingraysan. Dunyo o'tiga bardoshlik berolmay turib, oxiratning 70 hassa o'tiga qandoq bardoshlik beralaysan? Hem şunu bir o'ylan. Masalan, bir jinoyat bo'lgan bo'lsa va u jinoyatni qilganlar dunyo o'tiga tashlangan bo'lsa edi, u jinoyatni qilish u yoqda tursin, qo'rqqanligingdan yenig'imi kelolmayding. Ajiba oxirat o'tiga nisbatan nimishqi bunchalik jasursan? Dunyo o'ti seni qo'rqitdi-yu, oxirat o'ti seni nimishqi qo'rqitmaydi? Anas ibn Malik radiyallohu anhu naql qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qiyomat kuni dunyodagi chig'ida eng bayoshat yashagan do'zax ahlidan biri elib kelinib, jahannamga bir qitim cho'ktiriladi. Ondan uningdan: "Ey odam o'g'li, dunyoda yashagan chig'ingda biror yaxshilik ko'rdingmi? Biror ne'matga erishdingmi?" deb so'raladi. U: "Yo'q, ey Robbim" deb javob beradi. Ey nafsim, angladingmi? Bu dunyoda ne'mat jihatda eng boy bo'lgan, huzur halovatni eng ko'p tetigan, har narsaga imkoni bo'lib xolig'ini qilgan, eng esil kemilari, aeroplanlari bo'lgan, mol mulkining hisobini bilmaydigan, bir kunmi ko'ngli yerim bo'lmagan, xolig'ini qilgan,
xalig'inini olgan, balki bir podshoh, balki bir imperator. Ya'ni so'zning qisqasi, bu dunyoda sen bo'lishni orzu qilgan eng birinchi odam. Demak, Rabbimiz bu kishini jahannamga faqatli bir qitim cho'ktirdi va chiqartib uningga deydi: sen biror yaxshilik ko'rdingmi? Ya'ni sening biror baxtlik va ko'ngillik kunlaring bo'lganmi? U banda jahannamga bir qitim cho'ktirilganning alimi bilan bütün ko'ngillik va huzurli kunlarini unutdi va yo'q, mening undaq kunim bo'lmadi ya Rabbim deydi. Va bu jahannamga faqat bir qitim cho'ktirilishdir. Undaqda jahannamda asrlar bo'yi va mangu qoldiganlarning holi qandoqdir? Ya'ni ey nafsim, jahannam o'tida kuyayotganingda dunyoda yashagan huzurli minutlarni aslab o'zingga tasalli topolmaysan. Jahannamning bir uchquni dunyoda yashagan bütün halovatlaringni unutishingga yetarlikdir. Anas ibn Malik radıyallahu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah Taala ahli do'zaxning eng yenik azob tortayotganiga dunyo va dunyodagi hamma narsa sening bo'lsa, shu azobdan qutulish uchun uni fidya qilib beramding deydi. U banda shundoq fidya qilib beratdim deydi. Buning bilan Alloh Taala sen odamning umrutqisidagi vaqtingda men sendan hozir sen jasorat qilgan fidokorlikdan oson bir narsani talab qilgan edim. Menga hech bir narsani shirik qilmasligingni, lekin sen menga shirik keltirishni davomlashtirding. Anladingmi ey nafsim? Rabbing deydi-ki, jahannam azobidan qutulish uchun agar butun dunyo sening bo'lsa edi, uni fidya sifatida beratding. Ammo o kuni bu fidyang qabul qilinmaydi. Rabbimiz bu dunyoda sadiq sifatida berilgan bir tal xurma uchun jannatni berishi mumkin. Bu dunyoda bir tal xurma bilan yoki kichik bir amal bilan jannatga erishishing mumkin. Ammo oxiratda butun dunyoni fidya sifatida bersangmi, jannatning bir tal mevasiga erisholmaysan. Aslida butun mulk uning emasmi? U bizni o'z mulkida imtihon elish uchun bu dunyoga avatdi. Kelgin, bu imtihondan g'alabalik o'tkin. Mulkni egasiga taslim qilgan. Amdi ey nafsim, bunchavala oyat karimni va hadis shariflarni anglagandan keyin oxirgi so'zing nima? Alhamdulillah angladim, iymon etdim va tövbe qildim. Yana bir qatim qarshilik qilmaslikka va'da qildim. Bilaman, gunohlarim cho'ng. Lekin Rabbimning afu qilishi va rahmati gunohlarimdan cho'ngdir. Rabbimning cheksiz afu qilishi, rahmatiga iltijo qilib, uningdan afu va mag'firat qilishini tilayman. Men egisidan qochgan qulga o'xshash Rabbimdan qochgan va ahamiyatsiz hayotda yashayotgan edim. Toki bu asar meni uyg'otganga qadar. Endi bildimki, isyonim jazosiz qolmaydi. Bir kun kelib, amal daftarim qo'limga beriladi va o'qu deyiladi. Bugun kitobimda nimani yozsam, o kuni ana shu yozmani o'qiyman. Undaqda tirishishim va kitobimga go'zal narsalarni yozishim kerak. Bu kun Allah uchun ishlaydigan, Allah uchun tirishadigan,
Allah uchun amal qiladigan kundir. Ey Rabbim, azabыңdan apuringa, g'azabыңdan roziliqinga va sendin sana iltijo qilamiz. Sendin boshqa qutuldirg'uchi va sendin boshqa panohlik berguchi yo'qdir. Ya Rabbim, bu asarni gunohlarimizga kafforat qilgin. Nafsimizning bizlarga bo'ysunishiga vasila qilgin. Va bu asarda amgiki bo'lganlarni va ko'rganlarni afu qilgin. Shundaqla jahannam azobidan saqlagin. Amin. 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 Ya